Muhammadlar. Tushuntirami? Biz takman keling. Bizga ham yo'llar mana. O'zi ham ishonmoqda. Tabriklaymiz, aka. Bitta shikob, bitta sayratdan. Keyingisi. Nasimov Islom. Shu tekasiz, aka. Shular qanaqa edi? Aytmaydi ham qo'ying so'nggi imijinga. Haqiqiy ishqiboz. Sodiqov Said Sobir. Keling. Lek gap bo'lishi mumkin emas. Siz bersan, birlarni ham oling, xudo xolasa, aka. Sizga yarashadi. Keling. Toshkentboyev Muhammad. Keling, aka. Shularni chiqarib charchamayapti-da. Qaysi Xudo kishiga? xolasa bolaning chempioni. Qaysi kishiga beryapti? Ikki sariqqa. Somiddinov Ro'shan aka. Bittalarmi? Namangan. Somiddinov Ro'shan aka. Sovg'amizni katta kichigiga hadyasi katta kichigi bo'lmaydi, rozi bo'lasizlar aka. Rahmat katta. Assalomu alaykum, xush ustozlari. Bitta mana shu kichkina bir kanal ekanida hammamiz yig'ilib turibmiz. Bundan men juda xursandman. Yana bir tomoni mana Alibekni xato bo'lgan ko'rmaganman-da, to'g'risi. To'y xursand bo'lib yurganda bu ukamiz. Lekin to'y xursand bo'lib yursin. Gap yo'q. Hammaga rahmat. O'zi tushgan uchun Abdurazzoq Abduqodir. Keling aka. Yashning degan aka, tabriklaymiz. Yoningiz sog' bo'lsin aka. Sug'oradi. Mana shu turibdi-ku, baribir chaqiramiz hammalarni. Keling Ro'shan aka, mana turibdi-ku, chaqiramiz hozir. Rasmga tushish kerak-ku. Keling. Ergashev Bobur. Keling aka. Buxorolik. Rahmat. Ishqibozchilikda harakatda to'xtamaydi. Xudo xolasa birinchi o'rinlarni ham olish nasib qilsin. Toshkentboyev Muhammad. Voy, aka. Shunaqangi tuturibsiz bo'larkan. nafaslar yig'ing. Bitta qush ham bor, karatish. Aka, kuchli o'nlik bu. Medallar uchun o'zi endi tushdilar. Hoshimov Abdumalik. Ro'shan klub asosiy tashkilot ishlarini olib boradigan Abdumalik ekan-ku. Tabriklaymiz aka, joyingiz sog' bo'lsin. Ashta tutdilar seni aka. Muhammedov Sherzod. Bizdan kichik qamar-ku. Sizga o'rin. Keling aka. Ha, endi medalda siz aytdingiz. Xudo xolasa. Ular stabilni qushlar ushlaydi o'zi. Yana bilmadim, ko'rasiz, katta gapirmaydi. Muhammadnikini kim ichida to'yibdi-ku? Bilar endi bilar hisob. Endi xudo xolasa mana to'rttalik asosiylarga o'tamiz, xudo xolasa. 12-raqamli qush 49 ball bilan 4-o'rin, ya'ni 3-chi, ikkinchisi. To'lqinov Dilmurod. Keling. Aka, sog' bo'ling. Shuningiz yaxshi ekan. Xolasa harakatdan to'xtamaydi. Bir ham olasiz, xudo xolasa. 11dan keyin Anjuman so'g'in 12 keyin turmadik. Mashhur bo'ling. 19-raqamli 19 ham zo'r. Yo'q, bo'lmaymiz. Odilov Qiziq.
Man. Husan. Üçüncü yorumdan tabriklayman. İki haqiqisi. Sizdan o'zi zo'r yotib qoladingizki, ana shu tushunda haqiqatdan. Zayli o'qaman. Yana bir ma'no ko'ra. Xudo xohlasa ikkinchi o'rin 5-raqamli qush 59,6 Ro'shan Azamatov. Bir marta o'tdi. Salomat bo'ling. Bugun faqat saharga chiqadigan kun ekanmiz. Cho'rim ma'murga. Yo'q, biz sopqonmagan choti. Bilmadim. Endi ana eng oxirgi nuqtasi deydi-yu. Xudo xohlasa. Ko'p o'ylandim. Birinchi o'rin egasi 9-raqam. Samarqand. Saidov Anvar. Mana birinchi o'rin chempion. Ishqibozlarga aytadigan narsamiz, Anvar aka har doim harakatdan to'xtamaydi. Ko'ngli ochiq, zo'r insonlar. Faqat ko'rinishiga aniq qilish kerak emas. Qanaqa ma'noda? Do'stona, kulib, ko'ngliga kiri yo'q inson. Harakatdan to'xtamaydi. Bugungi aka rasmiy biz bilan tabriklaymiz. Keling. Rahmat hammaga. Uchinchi o'rin Ro'shan Gulov, 4-chi o'rin nima bo'lyapti? Ya endi bu adolatli qo'ydik. Biza mana Alloh guvohlik deydi-man, hakamlar bilan boshqa kelishganimizda bitta qonunimiz bor. Alloh ko'rib turibdi, Alloh eshitib turibdi, Alloh bilib turibdi. Ya'ni o'zligini qiyomatda o'zlari javob beradigan hakamlarimiz, alhamdulillah. Haqiqiy do'stona aqliga ishonib qo'yilgan narsalarini va yuzaga chiqarishdi. Umumiy ballaridan kelganda bu yerda xatiyar do'stonachilik ham ketmaydi. Hammaga ringda kuchli yutadi. Rahmat hammaga, rozi bo'lasizlar.